Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Arqi xonimiz Buxoroy Sharif Minora Kalon Boyi Kalon masjidi mana shu yerda yo'lni o'rtasida nimagadir mana shu narsa tashab qo'yilgan xaltalar. Nima sababdan tashab qo'yilgan bularni bilmaymiz hozir. Mehmonimizni oldim, turistni o'tib ketayotgan edi. Shu narsa ko'zim tushdi. Chang bosib o'tdi. Kimning ishi bu? Nima rahbarlar, mahalla raislari, rahbarlar qayerga qarayapti bu? Bu zona mehmonlar yuradigan zona bo'lsa bu yo'q. Kim bunga javobgar? Qaysi tashkilot? Bitona namin ahlo tashtayin bitona. Hamma gudish tashlab, lekin hech kim ham ekradi. Menga ham tasda qo'rqdi. Mahalla raislari qayerga qarayapti? Buxoroy Sharif. Mana bitonni olishibdi, lekin musorlari qolib ketibdi. Mana bu yerda ham musorlar yotibdi shunday. Salomat bo'shang. Turistlar yuradigan joy.